Turkiya universitetlarida dars berib kelayotgan professor va doktorlarning 50% aynan shu universitetni tamomlashgan yoki sirtqi ta'lim olishgan. Do'stim, hech bo'lmaganda turk tilini o'rganing, men sizga zo'r variant beraman. O'zbekistonda Turkiyaning eng nufuzli davlat universiteti bor va bunga bemalol kira olasizlar, faqat sizlardan turk tili sertifikati talab qilinadi. Men berayotgan ma'lumotlarning hammasi universitetlarning rasmiy sahifasidan olingan. Anadolu universiteti 1982-yilda Turkiyaning Eshikshahar shahrida ochildi va bugungacha 4 milliondan ko'p o'quvchi sirtqi ta'limni tamomladi. Mirzo Ulug'bek Yassi ko'chasida joylashgan Turk litseyida Anadolu universitetining filiali bor. Ana shu filialda 40 tadan ko'p yo'nalish bor. Bu yo'nalishlardan 20 tasi texnikum, 20 tasi sirtqi bakalavr yo'nalishlari hisoblanadi. Bu universitetda sirtqi ta'lim olish uchun attestat, pasport va turk tili sertifikatinglarni yuqorida aytib o'tgan adresimga olib borasizlar va qabul olasizlar. Universitet haqida rasmiy ma'lumotlarni olishingiz uchun videoning tagiga link qo'yib ketaman. Agar bu jarayonda sizlarga yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.